Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni hozirda tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlar. Ushbu sondagi videorolikimizda buyuk ajdodlarimiz Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarning qabrlari qay holatda ekanligi, afg'on jamiyatida ajdodlarimizga nisbatan munosabat hamda Afg'onistonda xalqaro turizm istiqbollari to'g'risida ushbu davlatda bevosita xizmat safarida bo'lib qaytgan Progressiv islohotlar markazi siyosiy tahlilchisi Islomxon Gaffarov bilan suhbatlashdik. Islomxon Gaffarov safari davomida ko'rganlarini hikoya qilib, ajdodlarimiz qabrlari hozirgi kunda qay holatda ekanligi haqida o'z munosabatlarini bildirib o'tdilar. Agarda video qiziq bo'ladigan bo'lsa, uni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Unday bo'lsa, albatta video boshlanishidan oldin bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda esa o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Agarda tayyor bo'lsangiz, biz videomizni boshladik. Mana shu kunlarda Zahiriddin Muhammad Bobur hamda bobomiz Alisher Navoiyning tug'ilgan kuni O'zbekistonda keng nishonlanyapti. Ammo aytish joizki, bu allomalarning tavallud ayyomlari nafaqat O'zbekistonda, balki bizga qo'shni bo'lgan Afg'onistonda ham keng e'tirof etiladi. Nimaga deydigan bo'lsak, chunki bu insonlar mana bizni bobolarimiz hisoblanadi, ammo ular bizda qanday bo'lsa, xuddi shunday Afg'onistonda ham e'zozlanadi. Biz o'zimizni Afg'onistonga bo'lgan tashrifimizda shu Kobul aeroportiga qo'nganimizdan so'ng birinchi galda bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburning qabrlarini ziyorat etdik. Qabrlari demak Bobur bog'ida joylashgan. Bu juda ham mashhur bog'. Nafaqat Kobulda, balki butun Afg'onistonda mana shu bog' juda ham mashhur hisoblanadi. Unda nafaqat shu maqbara, balki bir istirohat bog'iga aylangan bugungi kunda. Kirish biroz mushkulroq, ya'ni alohida shu bilet olish kerak va sizni chuqur tekshirishadi, chunki bilamiz Afg'oniston o'tmishda qanaqa ahvolda boshdan kechadi, o'shaning uchun ham xavfsizlik nuqtai nazaridan chuqurroq tekshirishadi. Va ichkariga kirganingizdan so'ng ichkaridagi holat xuddi bilasizmi, mana shu Samarqanddagi Registon maydonini biroz eslatib yuboradi. Ya'ni ichkariga kirganingizdan so'ng siz u yerda turli xil suvenir sovg'alarni xarid qilishingiz mumkin, yoki shu Afg'oniston tarixiga oid yoki Zahiriddin Muhammad Boburning tarixiga oid har xil bir sovg'alarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyin bog'ning ikkinchi qismi boshlandi. Bu yerda bir kattakon bir istirohat bog'i joylashgan. Bu yerda asosan shu afg'on yoshlari borib sayr qiladi. Ya'ni juda ham bir zamonaviy va bir rivojlangan bir istirohat bog'ini barpo etishgan. Bu yerga o'sha afg'on yoshlari dam olgani u yerga borib har xil bir pikniklar qilib o'tirishadi. Va bog'ning oxiriga borganingizda bu yerda Bobur bobomizning qabrlari joylashgan. Aytish joizki, qabr juda ham yaxshi ahvolda turibdi va u maxsus qo'riqlanadi. Ya'ni siz shunchaki borib qabr ziyorat eta olmaysiz, balki o'sha yerdagi bir qorovuldan iltimos qilganingizdan so'ng u qulfni ochib berib sizga qabrda ko'rsatadi. Ya'ni bu degani afg'on tomoni mana shu Bobur bobomizga e'tibori katta va uning o'sha qabrlarining ham xavfsizligi to'g'risida qayg'uradi. Endi Alisher Navoiy bobomizga to'xtaladigan bo'lsak, u kishining qabrlari Kobulda emas, balki o'sha mashhur bo'lgan Hirot shahrida joylashgan. Hirot shahrida mana shu Gavharshod Begim kompleksi bor. Gavharshod Begim bilamiz, bu Amir Temurning kichik o'g'illari Shohrux Mirzoning rafiqalari hisoblanadi hamda o'sha mashhur bo'lgan Mirzo Ulug'bekning onalari. Bu ayol olima ayol bo'lganlar va o'zining davrida shu Temuriylarning intelligensiyasining bir malikasi va bir ramzi hisoblangan va o'zlari hamisha shu atrofida olimlarni yig'gan holda bir mashvaratlar o'tkazgan. Kompleks juda ham katta, o'z ichiga bir nechta maqbaralarni qamrab oladi. Uni markazida shu Gavharshod Begim maqbarasi turibdi, ammo uning g'arbiy tomonda Alisher Navoiy bobomizning qabrlari joylashgan. Aytish joizki, qabrga kirgan, o'sha maqbaraga kirgan vaqtingizda u
adresni, manzilni Gavharshod Begim kompleksi deb aytishingiz kerak. Ya'ni Alisher Navoiy o'sha kompleksning bir qismi hisoblanadi va u ham qo'riqlanadi. Ya'ni shunchaki borib qabrni ko'ra olmaysiz, balki o'sha yerdagi mas'ul insonlardan iltimos qilishingiz kerak va shundan so'ng ular sizga ochib beradi. Har kimni ham har kuni ham qo'yirmaydi, afsuski, chunki o'zlari kun belgilab qo'ygan ekan. Faqat chorshanba kunlari borib o'sha qabrni ziyorat qilish mumkin. Endi bunda shu Afg'onistonda o'tmishiga bog'liq bir masala inobatga olsak, ya'ni odamlarning haddan ziyod bir joyda to'planishi ma'lum bir ko'ngilsizliklarga olib kelib chiqqan holda bunaqa qarorga kelinganligi bo'lishi mumkin. Ammo biz o'zimiz safarimiz chog'ida shu bu mamlakatga O'zbekistondan mehmon sifatida tashrif buyurdik deganimizdan so'ng biz juma kuni borgandik. Bizga hech qanaqa ikkilanmasdan bu eshikni ochib berishdi va juda ham xursand bizni kutib olishdi va shu Bobur bobomizni ham, Alisher Navoiy bobomizni ham ziyorat etishga muyassar bo'ldik. Qadrli do'stlar, mana Alisher Navoiy bobomizning qabrlariga keldik. Mana shu yerda joylashgan ekan, Hirot shahrida. Umuman olganda Afg'onistonga kelish biroz mushkul bo'ldi, ammo mana shu tadqiqot ishlari bilan konferensiyaga boryapman degandan so'ng, to'g'risini aytsam, bir kunda vizani oldim. Keyinchalik bu maqbaraga kelganimizda ham avvaliga bizni qo'yishmadi, chunki faqat oliy darajadagi mehmonlar qo'yilar ekan maxsus ruxsatnoma bilan, ammo bizda bu yo'q edi. Lekin biz keyin aytdik, biz tadqiqotchimiz, konferensiyaga keldik desak, ular juda ham xursand bo'lib ketishdi va bizga eshiklar ochishdi, chunki olimlar alohida e'tirof etilar ekan Afg'onistonda. Afg'on jamiyatida bugungi kunda mana shu Alisher Navoiy bobomiz hamda Bobur bobomizga munosabat juda ham ijobiy. Ya'ni bu yerda faqat bilamiz Afg'onistonda o'zbek diasporasi juda ham katta. Ma'lumotlarga qaraganda 4-5 million deb beradi, ammo biz o'tkazgan shu davlat tadqiqotlari va suhbatlarimiz natijasida shuni aniqladikki, u yerda 8-9 millionga yaqin o'zbeklar bor. Va mana shu nafaqat mana shu o'zbek millatiga mansub afg'onlar tufayli, balki umuman Afg'onistonliklar barchalari bu bobolarimizni ardoqlaydilar, chunki bu insonlar biz mana o'zbek deymiz, o'zbekistonlik bo'lgan bizning shu bobolarimiz deymiz, ammo ularning hayotining aksariyat faoliyati Afg'oniston hududiga hamda Janubiy Osiyo mamlakatlari hududiga to'g'ri kelgan. Ya'ni bu xalqlar ham, bu yerdagi insonlar ham ularni o'zlarini bobolari deb biladilar va ularni shunday ardoqlaydilar. Xususan Alisher Navoiy bobomizga to'xtaladigan bo'lsak, Afg'onistondagi o'zbeklar va barcha afg'onistonliklar bu insonni juda ham katta hurmat qiladilar va ularni u kishini o'zlarini bobolari deb biladilar. Bobur bobomizga keladigan bo'lsak, Bobur bobomizda ular o'zlarini shu qadimdagi bir podshoh sifatida tan oladilar va uni juda ham hurmat qiladilar. Va menga qiziq bo'lgan tomoni shundan iborat bo'ldiki, ular bizni munosabatimizga qiziqadi. Mana biz bugun Afg'onistonliklar munosabatiga qiziqyapmiz-ku, biz bu insonlarni hurmat qilamiz. Afg'onistonliklar qanaqa fikrda ekan deb bizda bir fikr paydo bo'ladi. Xuddi shunday Afg'onistonliklar ham mana shu insonlar haqida bizni fikrimizga qiziqadi. Ya'ni O'zbekistonliklar ham mana shu insonlarni bizdek hurmat qiladimi degan bir savol bor ekan ularga. Shu yerdagi oddiy xalq bilan va o'zbek diasporasi bilan muloqot qilganimizda shu savollarga juda ham shaxsan o'zimni hayratlantirdi, chunki ular bilasizmi, mana shu insonlarni hurmat qilishda biz bilan qandaydir bir bellashadigandak tuyulib qoldi va bu o'ylaymanki juda ham ijobiy holat. Ikkita millat, ikkita mamlakat yagona bo'lgan shu ajdodlarni shunchalik ardoqlasa. Assalomu alaykum do'stlar. Mana Hirotda joylashgan jome masjidi bo'lib turibmiz. Bu Hirotda va umuman Xorason viloyatida joylashgan eng yirik masjid hisoblanadi. Mana ko'rib turibmiz, ko'p joylari ta'mirlash ishlari ham ketyapti. Ammo bu bugungi kunda ham ishlaydigan masjidlardan biri hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin go'zalligini. Afg'onistonda turizm bugungi kunda rivojlanyapti.
xususan shu Afg'oniston aholisi o'zlari mana shu muqaddas qadanjolarni hurmat qilishni va ularni shu turistik markazlarga aylantirishda talab qilyapti va bu fuqarolik o'sha afg'on fuqarolarining tashabbuslari. Ular o'zlari, men shuni guvohi bo'ldim, afg'on yoshlarini o'zlari shu har chorshanba kunlari borib, o'sha Gavharshod Begim maqbarasi hamda Alisher Navoiy maqbaralarini o'zlari borib, hashar uyushtirib, u yerda shu obodonlashtirish ishlarini olib borar ekan. Ya'ni xalqning o'zi ularga befarq emas, balki mana shu hududlarni yanada gullab yashnashni tarafdori. Bugungi kunda qisman Afg'onistonda turizm rivojlanyapti. Xususan o'zimiz shu tashrif mobaynida shunga guvoh bo'ldikki, juda ham ko'p yevropalik turistlar Afg'onistonda bugungi kunda yuribdi. Kobulda ham, Hirotda ham juda ham ko'p guruh bo'lgan o'sha yevropalik, fransiyalik, germaniyalik bo'lgan turistlar Afg'onistonda yuribdi o'zlarini gidlari bilan va ular bemalol emin-erkin u yerda harakatlanyapti va o'sha Afg'onistonning qadimiy joylariga tashrif buyuryapti. Bundan tashqari bugungi kunda shu Rossiya turistik kompaniyalari ham Afg'onistonga o'zini shu ishlarini olib boryapti va rus turistlarini Afg'onistonga jalb etyapti. Ya'ni bu yo'nalish bo'yicha ham aloqalar bugungi kunda rivojlanyapti. Endi aytish joizki, Markaziy Osiyo mamlakatlarini ham mana shu Afg'onistonga turistik safarlar uyushtirish va Afg'onistonda o'zi ham shu Yevroosiyoning bir turistik maskanlardan biriga aylanishi katta imkoniyati mavjud. Nega? Chunki bugungi kunda mana xususan O'zbekistondan Afg'onistonga to'g'ridan-to'g'ri avia reys qo'yilgan. Har shanba kuni Kam Air samolyotlari parvoz qiladi. Toshkent-Kobul, Kobul-Toshkent reysi bo'yicha, ya'ni havo yo'llari orqali bemalol Kobulga yetib olish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari shu bir necha oy avval bizda e'lon qilindi, Termiz orqali, ya'ni quruqliq yo'llari orqali ham Afg'onistonga yo'l ochildi. Ungacha o'zbekistonlik tadbirkorlar Tojikiston hududi orqali kirib borardi Afg'onistonga. Endi mana shu Termizda Do'stlik ko'prigi bor. Mana shu orqali ham tadbirkorlar bemalol Afg'oniston hududiga o'tib ketishi mumkin. Keyingisi bu afg'on xalqining Markaziy Osiyoliklarga bo'lgan munosabati. Bizni bugungi kunda shu Afg'oniston to'g'risida suhbatlashganimizda va u yerdagi turistik masalalar haqida gapirganimizda qandaydir bir o'tmishdagi bir fikrlar va qandaydir bir hayiqish hissi paydo bo'ladi. Ammo shuni aytish joizki, Afg'onistonliklar Markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan juda ham iliq va samimiy fikrda. Ya'ni ular o'zbekistonliklarni juda ham yaxshi ko'radilar. Chunki biz ularga mana har yili, har bayramda juda ham katta gumanitar yordam yetkazyapmiz. Bundan tashqari mamlakatlarimiz tarix mobaynida o'zaro do'stona aloqalar olib borganlar. Ya'ni mana shularni Afg'onistonliklar juda ham yaxshi biladi va bizni juda ham yaxshi ko'radi. Biz haqimizda juda ham ijobiy fikrdalar. Bularning hammasi o'z-o'zidan shu Afg'onistonda turistik bir markazga aylanishga imkoniyatlar yaratadi. Afg'onistonda juda ham ko'p tarixiy maskanlar mavjud. Xususan mana Kobulda Bobur bog'i dedik, Boburning qabri dedik. Ammo Afg'onistonning G'azni shahrida shu olamga mashhur bo'lgan ajdodimiz Abu Rayhon Beruniy hazratlari yoki uning yonlarida butun nafaqat Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo, Yaqin Sharqqa dong'i ketgan mashhur podshoh Mahmud G'aznaviyning ham qabrlari yotibdi. Biz bu insonlarni albatta ulug'laymiz. Bundan tashqari mana Hirotda nafaqat Alisher Navoiy, nafaqat Gavharshod Begim, balki ulug' podshohlar, bobolarimiz qabrlari joylashgan. Bundan tashqari nafaqat shu Fors dunyosida, balki turk dunyosida ham mashhur bo'lgan, xususan O'zbekistonda ham adoqlanadigan Abdurahmon Jomiy yoki o'sha Temuriylar davrida qurilgan yirik madrasalar qad rostlagan. Do'stlar, mana Hirotda joylashgan mashhur shoir Abdurahmon Jomiy maqbarasiga tashrif buyurdik. Mana u kishining qabrlari, joylari jannatdan bo'lsin. Ya'ni ularga o'sha Hirotga borsangiz, xuddi bir Samarqand shahrining bir egzakt shahrini topgandek bo'lasiz. Ya'ni bizning
30-40% tariximiz aynan Afg'oniston hududida yotibdi desak mubolag'a bo'lmaydi menimcha. Mani fikrim shundan iboratki, biz afg'on xalqiga mana shu turistik maskanlarni yanada rivojlantirishga yordam berishimiz kerak. Ya'ni taklifim shundan iboratki, mana shu Markaziy Osiyo bir turistik bir kompleksini yaratsak va u kompleks ichiga mana shu barcha Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekistonda joylashgan o'sha Samarqand deymizmi, Buxoro deymizmi, Xiva deymizmi, Toshkent shahri deymizmi va Afg'oniston plus shaklida uni yaratib, Afg'onistonning o'sha mashhur joylarini kiritsak, o'ylaymanki, nafaqat Markaziy Osiyo mamlakatlari, balki butun dunyodan turistlar Markaziy Osiyoga tashrif mobaynida bir vaqt o'zida Afg'onistonga ham tashrif buyurib, u yerdan ham o'sha mashhur joylarni ziyorat qilib ketadilar. Hurmatli va aziz tomoshabinlar, mana videorolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mavzu haqidagi o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.